Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. 13 taksi kompaniyasining sevimli mijozlari. Reklama qo'yganmiz. Taksi kompaniyamiz hafta davomida kim ko'p telefon urgan bo'lsa, shu mijozimizni sovg'alarimiz bor deb. Bugun shu mijozimizni aniqladik. 5 tomda ekanlar. 5 tomaga yotirmiz inga. Bu hafta sovg'a egasi balkim siz bo'lishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. 13:51 telefon uring. Hozir davom eting. Sovg'a podarkalarini bari jaralarini qo'yib beraman. O'sha opam yana keldikinga, toza domda ekanlar. Toza ko'chib kelibdilar. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Yangi uylar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Sen ko'chib keldingizmi, to'ylating toza uylarda. 13:51 kompaniyasidan bu hafta mobaynida siz ko'p telefon urgan ekansiz. Shuning uchun hozir telefon urib izlab keldik. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ishingiz omad. Roziman kompaniyalar. 3000 so'mdan keldilar. Sho'xacha. Omad ishlarni. Rahmat opa, sog' bo'ling. Bundan keyin ham telefonni qo'yavering. Rahmat opa, sog' bo'ling.